Bu ketishda santexnik bo'lib ketsam kerak. Mana gaz plita nimagadir buzilib qolibdi. Mana xolodilnikda ham sim o'zilgan bilmayman ishlamayapti. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa va yangi videoga xush kelibsizlar. Obunachilar kanalga obuna bo'lishni unutmanglar, chunki sizlar unutilib qo'yyapsizlar, bilmayman, obunachilarimiz umuman ko'paymayapti. Men hozir ikkinchi uyimdagi, muzlatkich bilan gaz plita buzilib qolgan ekan, o'shani tuzatayotgandim. Mana bu xonadagi esa buzilmagan. Ular doim o'zi buzilmaydi. Shu uyni qurganimdan beri bor, lekin shuncha vaqtdan beri ishlasa ham buzilmaydi. Mana bular esa sira buzilib qolaveradi. O yaxshi. Endi buni qaytarib joyiga qo'yib qo'yamiz. Takoy. Menimcha simi to'g'ri ulandi shekilli. Bilmadim. Da, rostdan ham to'g'ri ulanibdi, bo'ldi. Endi ishlasa kerak. Endi bunda ovqat pishirib ko'rish kerak. Atak menda qozon yo'qligi uchun pishirib ko'ra olmayman. Mana bu yerda bitta bolt qolib ketibdi, qotirib qo'yaman. Bu tomonda ham shunaqa. Mana bu yerda bitta shurub ham bo'shab ketibdi. Tak qotiramiz. Menimcha tayyor bo'lsa kerak. Hozir ishlatib ko'rish kerak. Mana buni boshqa joyga qo'yib qo'ysammikan yoki mana bu yerga qo'yib ko'raymikan? Yo'q, to'xtaylik. Buni orqasini sozlash kerak avval. Orqasida bir ikkita kabellar uzilib ketganmi? Mana xatoni topdim. Mana bu yerdagi joyi buzilib qolibdi. Ko'ryapsizlarmi? Muzlatadigan joydagi muzlar erib, rasvos chiqqan. Simga suv to'kilgan. Simga suv to'kildi degani bu portlab ketadi degani. O'shaning uchun ham to'g'riladim. Bo'ldi. Ana endi buni joyiga qaytarib qo'yaman va tamom. Ko'ryapsizlarmi, texnologiya. O'sha chaqiraverasizlar buzilib qolsa nimadurlaring. Mana shunaqa xolodilnikmi, muzlatkichmi, nima bo'lsa ham buzilib qolsa telefon qilasizlar, sirasi yetib boraman-da o'zim sozlab beraman sizlarga. Xo'p, ana endi tak uyimga kiramanda, mana bu narsalar o'rnatib qo'yishimki tushunmadim. Menga qarab turibdimi? Bu qanaqa jetel bo'ldi? Menimcha menga qaramayapti shekilli, osmonga qarayaptimi bilmayman, uzoqroq qarayapti ekan. Xo'p, men hozir janob merdan borib oyligimni olib kelishim kerak. Polzimda yig'ishtirib olib, nimaga menga qarayapti bu? Voy, nimaga menga qarayapsan? Voy jetel. Ketib yubordimi? Mayli, e'tibor bermaymiz. Hozir polzekinlarni yig'ishtirib olayin-da. Mana bo'ldi, hammasini yig'ishtirib bo'ldim. Endi bu polzekinlarni bu yerga qo'yib ketaman-da, olib borib janob merga keyinroq topshiraman, lekin janob merdan oylik olishim kerak. Sababi esa bir ikkita ishlar bor. Tushunmadim. Yana qarab turibdimi? Hoy, nima ishing bor menga? Menga qarab turibsan? Gapir. Nimaga bu gapirmayapti, tushunmadim. G'alati. Obunachilar, sizlar ham ko'ryapsizlar, nimaga qarab turibdi ekan? Mayli, hozir kompyuterimga bir ikkita o'yin o'rnatmoqchi edim. Internet yo'q-ku. Qanday o'rnataman? Wi-Fi ham bo'lganda o'rnatarmidim. Demak, Wi-Fi sotib olish kerak. Hozir bitta narsa qilaman. Mana bu polzekinlarni janob merga borib topshirsam, menga oylik beradi. Keyin o'sha oyligim bilan o'sha puliga Wi-Fi sotib olaman. Jetel yomon asab buzyapti, g'alati qarab turibdi. Menimcha menga qaramayapti. Menga qarayotganga o'xshab qarab turibdi-da. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, Jo'xa. Keldim. Polzekinlarni olib kelgandim. Oylikni olib ketishga birato'la. Ha, bo'pti, o'sha yoqqa qo'yib qo'y joyiga. Mana shu yerga qo'yibman, taxlab qo'yaman-da har doimgidek. Sen bir taxlab qo'ymay ekan, har doim taxlashingni aytasan. Endi taxlab qo'yganimdan keyin aytaman-da, janob mer chiroyli tursin deyapman-da. Mayli, taxlab qo'yish kerak bo'lsa taxlab qo'y. Bo'ldi, taxlab qo'ydim mana. Bo'pti, oylikni olib ket. Oylikni aytmasangiz ham olib ketaman. Qayerda edi? O'sha joyda. Bo'ldi, mana oldim janob mer. Bo'pti. Mayli, jiddiy qolaysan. Nima uraverasan? Bir basda urib o'ribman. Biratdan olib ketamiz. Assalomu alaykum janob. Va alaykum, Jo'xa, nima gap? Menga Wi-Fi kerak edi. Mana Wi-Fi. Rahmat kattakon, yana kelib turaman. Bo'pti, kelib tur demoqchi edim. Voy, nima urasan, jinimisan? Kechirasiz, qo'lim tegib ketdi. Brat, brat, eshikni orqasidan ham uradigan bo'lib qo'ygan. Ketdim, hozir borib bu Wi-Fi o'rnataman-da uyimga. Chotki o'yinlarni yuklab kompyuterimga o'ynab o'tiraman. Gitani yuklayman, bilmayman. Ular zo'r o'yinlar yuklayman. Mana bu yerda bitta jetel men qarab turgandik, o'sha ketdi shekilli, ketganga o'xshayapti, ko'rinmayapti chiqayapti. Qayoqqa o'rnatsam ekan? Tak, hozir bunga joy topamiz. Joy topish problema emas. Любой joyga o'rnatib qo'ysam bo'laveradi. Ana jetel hali ham ketmagan-ku. Hoy, menga qara, to'xta, yaramas. Ketib yubordi shekilli. Mayli. Menga qarab turibdimi? Yo'q, qaranglar, ana yoqdagi orqadagi bashniyaga qarab turgan bo'lishi ham mumkin, to'g'rimi? Chunki o'sha tomondagi bashniya ham ko'rinar ekanda bu yoqdan. O'sha bashniyani qarab o'tirgan bo'lsa kerak, mana bu yerda tursin Wi-Fi. Qizib ketadigan bo'lsa Wi-Fi o'shanda nima bilan, muzlatgich ustida turgani uchun sovib ketadi. Mana bu yerda o'yinlar bor ekan, mana Pixel Painter degan o'yinmi bu yo приложение ham ekan, bilmadim. O'shani o'rnatib olaman va mana yangi o'yinlarni yuklab bo'ldim. Endi bu o'yinlar o'ynash kerak. Minecraft hamda GTA 5. GTA 5 degan rostdan qo'yinglar. Dahshat o'yinlar. Bu o'yinlarni prosta endi
Qanday tushirishga tushunmayapman. Qanday tushirishni o'ylab ko'rish kerak. Bu yaramas yana kel. Nima qilgani? Uyim what the? Hoy yaramas. Hoy to'xta, nima qilyapsan? Uyimni rasvosini chiqazding-ku, yo'qol, hoy. Yaramas, nima qilyapsan? Hoy yetel. Qanaqasiga buzib ketdi buncha joyni? Hoy yaramas, to'xta deyapman. Buzma uyimni, nima qilib tashlading, hoy? Yaramas. Oho, hamma yoqda rasvos chiqdi-ku. Yo'qol, buzma uyimni. Hozir qurolimni olib chiqsam mendan ko'rasan, yaramas. To'xta deyapman. Bu nimalar qilib tashlayapsan? Uyimni buzib tashlading, ahmoq. Nima qilyapsan? Gapir, nima ahmoq? Voy, tushuntir menga nima qilayotganingni. Hozir mendan ko'rasan, yaramas. Qo'nqib tashladim hamma yo'qni. Tushunmadim. Hoy yaramas, to'xta. Nima qilding axir? Qochib ketdi. Bu yaramas nimalar qilib tashladi? Hamma yo'qni rasvosini chiqardi-yu. Uyimni juda ham g'alati qilib tashladi hamma yo'qni. Bu qani? To'xta deyapman. Mendan ko'rasan ushlab olsam yaramas. Hozir mendan ko'rasan to'xta deyapman. To'xtash niyati ham yo'q buni. Yaramasni. Hoy yaramas, to'xta. O'zbek tiliga tushunasanmi? Hoy to'xta deyapman. Menimcha bu o'zbek tiliga tushunmaydi. Stop, hoy, stop deyapman. Ruschaga nima deydi? To'xtash. Ruschada menimcha stop bo'lsa kerak. Hoy, to'xta deyapman. Hozir men bu yerdan aylanib chiqadi. O'shanda uraman boru. Qani, qayoqqa ketdi? Aylanib chiqmabdi-ku. Juda ham ayyor ekan bu yaramas yetel. Qayoqqa ketdi endi bu? Bu qishloqdan chiqib ketyapti. To'xta deyapman. Menga qara, hoy, to'xta yaramas. To'xtash niyati yo'q, o'xshayapti. Hozir ko'rasan mendan to'xta, hoy. Bu uyimni rasvosini chiqazib ketdi bor-ku. Hozir o'tayin to'xta deyapman. Namuncha qochasan, to'xta. Nimaga uyimni buzding? Menga tushuntir axir sen. Voy, to'xta deyapman. Qani qayoqqa yo'q bo'ldi? Bu qayergadir yo'q bo'lib ketdi shekilli. Mayli. Endi qayerdan topaman u yaramasni? Lekin uyimni rasvosini chiqazib ketdi qaranglar. Bu endi nima qilaman? Kechasi temboli, kechasi qanday uxlayman? Hamma yo'qni qon qilib tashladi. Qonni qayerdan oldi? Voy, mana ekan. Voy yaramas, to'xta. To'xta deyapman men senga. To'xta, hozir mendan ko'rasan. Hozir basharangni ikkiga ayirib qo'yaman. To'xta yaramas, to'xta. To'xta deyapman. Hoy, to'xta. Qayoqqa ketyapsan? Voy, bu pulmi? Bu pul qayerdan tushdi? Tushunmadim. Voy, yaramas. Bu uyimni ham buzib tashlabdi. Bu nima qildi? Qani qayoqqa yo'q bo'ldi? Qayerdasan? Hoy! Qayoqqa yo'q bo'lding? Menimcha bu meni gapimga tushunmayapti shekilli. Agar tushunganda to'xtarmidi? Voy, ana bu yerda ekan. Hoy, menga qara. Nima qilding axir uyimni? Menga ikkinchi uyingni ber. Tushunmadim. Qanaqa ikkinchi uy? To'xta, qanisan? Menga ikkinchi uyingni bersang, uyingni o'z holatiga qaytaraman. Nima deganing bu? Mana bu uyni menga bersang, hamma yo'q o'z holatiga qaytadi, tushunyapsanmi? Qanaqasiga o'z holatiga qaytadi? Shunaqasiga ishonmayapsanmi? Qanaqasiga ishonishim kerak axir? Buncha joyni buzib tashlading, o'z holatiga qaytarib bo'lmaydi-ku. Bo'ladi. Men buni qaytarishni usulini bilaman. Men senga hozir bir narsa beraman. O'sha narsa bilan qaytarsang bo'ladi. Faqat ikkinchi uyingni menga berasan. Men u yerda yashamoqchiman. Yo'q, hech qachon. Chunki sen hamma yo'qni buzib tashlading, ahmoq. Unda o'z holatiga qaytara olmaysan. Qanaqasiga qaytara olmasligim mumkin? Qarochi, mana shuni bos. Shuni bossang hammasi o'z holatiga qaytadi. Tushunmadim. Hammasi rostdan hammasi o'z holatiga qaytib qoldi. Rostdan ham o'z holatiga qaytdi. Qanaqasiga axir buncha narsa o'z holatiga qaytib qolishi mumkin? Hech qayoq buzilmagan. Hammasi joyida turibdi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Nimaga bunaqa bo'ldi? Bu yerdagi eshik faqat g'alati bo'lib qolibdi. Lekin ana u yaramas yetildi o'zi ham yo'q qolib qoldi. Menimcha uni o'zini ham yo'qoladigan qilib qo'yar ekan bu narsa. Qanaqadir tugmami nimadir edi. Yaramas. Lekin hamma yoqda buzib ketgan tabdili bo'ldi. Qo'limga bir ikkita narsalar paydo bo'lib qolgan. Bu narsalar yaramas yetil. Qanisan? Yo'q bo'lib qoldimi? Rostdan ham yo'q bo'lib qoldi. Menimcha u qayoqadir ketdi shekilli. Ikkinchi uyingni menga ber dedi. Ikkinchi uyimni endi kelsa beramanmi shunda? Yo'q. Bermayman ikkinchi uyimni. Nimaga berar ekanman? U men uchun g'irt notanish yetil bo'lsa, agar taniganimda ham bersam bo'lardi. Lekin uni tanimayman. To'xtanglar, hozir bu bo'lgan voqealarni men politsiyaga aytib berishim kerak. Chunki hozir politsiyaga aytmasam, bu yetil menga yana nimadir qilib qo'yishi mumkin axir. Obunachilar bilyapsizlarmi? Uyimni buzib tashladi. Hozir yana paydo bo'lib qolib, nimadir o'zimga hujum qilib qoladigan bo'lsa, keyin bundan yomoni yo'q. Tak, hozir politsiyaga xabar qilishim kerak. Politsiyaning nomeri nechi edi? Tak, hozir mana bu yerga nimagadir sig'mayapman, hayronman. To'xtanglar, hozir. Tak. Alo, assalomu alaykum, politsiyami? Politsiya, nima gap?
Men Jo'xaman 99-qishloqqa tez yetib kelinglar, muammo bor. Hozir yetib boramiz. Kutib tur 5 minut. Aha, mayli, iloji boricha tezroq keling. Xo'p, 5 minut deyapti. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum, kechasi nima qilib yuribsan? Xullas, bitta muammo bo'ldi. Qanaqa muammo? Uyimni oldida bitta yaramas qanaqadir jitel turqi sovuq jitel paydo bo'lib qoldi. Keyin uyimni buzib tashladi. Keyin bitta tugma berdi. Bosgandim, uyim o'z holatiga qaytib qoldi. Nima sen tush ko'ryapsanmi? Yo'q, qayerdan tush ko'raman? Tush ko'rayotganga o'xshayapsan, alg'oqsirayapsan. Bor, uxla yaxshisi. Yo'q, janob mer, nimaga ishonmaysiz axir? Mayli, sizga aytib o'tirgan befoyda. Politsiyachilar kelsin, tezroq o'sha politsiyachilarga tushuntiraman. Rostdan ham ko'rdinglar-ku, obunachilar, sizlar ko'rdinglar, to'g'rimi? Men o'zim ham ko'rdim, lekin janob mer ishonmayapti. Hayronman nimaga ishonmaydi. Mayli, hozir ishonadigan odamlar keladi, politsiyachilar ishonsa kerak, chunki ular hamma narsani aniqlab ko'radi-ku, to'g'rimi? Agar aniqlay olmasa, bilmadim. Xo'p, mana bu narsalarimni tartiblab turaman politsiyachi kelguncha. Xo'p, yopamiz bu yog'ini. Mana bu yerdagi narvon g'alati, bitta ortiqcha narvon bo'lib qoldi. Lekin sindirgani aniq, chunki sindirmaganda narvon ortiqcha bo'lib qolmasdi. Assalomu alaykum janob politsiyachi, keldingizmi? Keldim. Va alaykum assalom. Nima gap? Xullas, ertalabdan bitta qanaqadir turqi sovuq kulrang kiyimli jetel ko'rindi mana bu tomonda. Keyin esa keldida uyimni hamma yoqni buzib tashladi-da. Keyin oxirida aytdi, menga ikkinchi uyingni bersang, hammasi o'z holatiga qaytadi deb bitta knopka berdi. Keyin knopkani bosgandim, hammasi o'z holatiga qaytib qoldi. Nima uyqusirayapsanmi? Yo'q, tushunmadim. Nimaga uyqusirayman? Qarang, rostdan ham ko'rdim-da, keyin hammasi o'z holatiga qaytib qoldi. Ishonmasangiz qarang, mana bu yerda bitta narvon ortiqcha, keyin mana eshigim boshqacha eshik edi. Demak, eshigingni almashtiribsan. Yo'q, eshigimni alishtirishimga emas gap. O'sha eski eshik yo'q bo'lib qolgan, tushunyapsizmi? Yo'q, tushunarsiz. Polizekinlarni yig'ishtirmabsan-a? Balki polizekinlarni yig'ishtirmagani uchun shunaqa bo'layotgandir. Yo'q, qayerdan polizekinlarimga nima aloqasi bor axir? U jetel qanaqadir manyakmi, shunga o'xshaydigan jetel edi. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. U manyak jetel emas. Qanaqa jetel unda? U seni tushung, jinni unaqa jetel bo'lmaydi. Hech qanaqa bitta knopka bilan hamma narsani o'z holatiga qaytarishga iloji yo'q. Iloji bor-da, hozir shu narsa bo'ldi janob politsiyachi, nimaga ishonmayapsiz axir menga? Ishonmayman, sen g'alati gapiryapsan chunki. Yo'q, g'alati emas, bo'lgan narsa. Ishonmaysizmi? Kommentariyaga obunachilar yozib qoldirishadi. Mayli, yozib qoldirsin, keyin o'qiyman. Senda korset bormi? Nimaga korset olib yuribsan? Shunchaki o'zimni himoyalash uchun olgandim. Buni hujjati bormi? Ha, albatta janob merdan hujjat olganman. Unda tegmayman. Agar hujjat bo'lmaganda mendan ko'rarding, qamab qo'yardim seni. Mayli, bu nima narsa bu? Bu yerga ismingni yozib ber. Nima uchun? Seni ro'yxatga kiritib qo'yaman korset borligi uchun. Mayli, hujjatni olib ketmaysizmi janob? Ber hujjatni. Nimaga olib qo'yding qaytarib? O'zingiz olmay ketdingiz-ku. To'xtang, nimaga olmayapsiz? Bo'ldi, oldingizmi? Lekin sen bizni aldab chaqirding. Hech qanaqa jetel yo'q bu yerda. Kechiring, lekin siz kelganingizda ketib qolgandi. Mayli.